Ziyoratga borib keldik, endi nima deysizlar? Qizil dengizni ko'rdim. Arablar sahrosini aylandim. Hammamizga nasib qilsin, sizga o'xshab yurish Hoji aka. Rahmat. Hammaga nasib qilsin. Endi bu safimizni kengaytiraylik. Siz ham yuravermasdan safimizga qo'shiling. Boramiz. Pulingiz bo'lsa bor, pul ketsa ketsin, obro' ketmasin. Hoji aka degan nom olasiz. Marhamat. Mana Ana osh ham keldi. Seni 3 oydan beri kvartira pulini to'lamayapsiz. Mendan xafa bo'lmang. Chiqarib yuborishga majburman. Haligi kecha choyxonadan kelganingizdan beri kayfiyatingiz yo'q edi. Yana erta tongdan pul so'rashingizni qarang. Gapirsangizchi? Hozir gapirsam xursand bo'lib ketasan-da. Umraga boramiz. Tayyorgarligingni ko'r. Nima dedingiz? To'lov qilib kelaman. Rostdanmi? Ketamiz. Endi meni hamma hoji ona deb chaqirishadi. Seni hoji ona, meni hoji aka deyishadi. Yaxshi. Kecha choyxonada Davron borib kelgan ekan. Rosa maqtandi. Men ham. O'sha soat bor-ku, soatni tepasidan qancha qimmat bo'lsa ham joy olaman. Voy, dadasi, Qizil dengiz bor-ku, o'sha Qizil dengizga ham borib mazza qilib aylanib kelamiz. O'sha Qizil dengizi boriga boramiz. Aytaman, so'rayman. Qizil dengizi bormi? O'sha yoqqa boramiz, xo'pmi? Zo'r bo'lardi. Tushunmadim. Ha, singlim, yaxshimisan? Assalomu alaykum akajon. Kvartira pulini to'lashga ozroq qiynalib qoldim. Jiyaningiz bilan ko'chada qoldim. Iltimos, ozgina yordam berib turing. Singlim, men yaxshimisan o'zi? Sen uzoqroqda edim. Ovozing yaxshi kelmayapti, ha? Alo. Iltimos akajon. Bo'ldi, bir narsa qilib turgin, amallab turgin, keyin gaplashamiz, xo'pmi? Alo. Eshityapsizmi akajon? Alo. Shu singlingiz eridan ajrashgandan buyon sizga yuk bo'lib olgan. Nima, u eridan ajrashganiga biz aybdormizmi? Ha, endi qo'yaversang-chi. Bo'ldi endi, o'zi bir narsa qilib qo'yar. Xo'p, endi men borib pulni to'lab qo'yay-a? Xo'p, bo'pti. Faqat tezlashtiring dadasi, xo'p, zo'r bo'lardi. Rahmat. Xudoyim. Kim? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Uka.